qo'lingizdan loyida olib, men sizni yomonlik qilmayapman, sizga fikrimni bildiryapman deb turgan paytingiz Xudo shunday ana shu loyida o'zingiz yuzingizga chapladi. Faqat alam qilgan narsa shuki, men o'zimda haq-huquqimni so'rab kurashyapman. Siz nimaga paydo bo'ldingiz, uni umuman tushunmayapman. Mayli, sog' bo'ling, siz bilan hali nima sudlar jarayonida yo prokuraturada ko'rishamiz. Assalomu alaykum, YouTube ahli. Men Furqat tumanida yashayman. Hammani xabari bor. Gulirano bilan ichki ishlar xodimlarini o'rtasida bo'lgan muomala, o'zaro janjallardan hammani xabari bor. Men hech kimni oqlab chiqmoqchi emasman. Gulirano bitta birinchi o'rinda siz shu yurtda odamisiz, shu tumanda odamisiz. Tumanimiz bilasizmi qancha kulgiga qoldi. Faqat tumanda yashaymiz deyishga ham uyaladigan darajada bo'lib qoldik. Siz oilangiz, yaqinlaringizga ham qoyil. Shuncha erkak bilan yonma-yon tikka qilib qo'ygan xo'jayingizga rosa katta rahmat. Ichki ishlar xodimlari bo'lmasa qanday yurtimiz tinch, obod bo'lardi. Mana masalan, yangi yilda olaylik, rosa bang'ilaqlar otishdi, boshqa to'palanglar bo'lishdi. Shu Furqat tumani ichki ishlar xodimlariga murojaat qildik. Hammani sarvag'ish qilib tinchlantirdi. Shular bo'lmasa qayta tinch yashaymiz. Keyin siz 9 kishi o'rtaga olib urdi, u bu deyapsiz. Biz YouTube'larda, Instagram'larda videolaringizni ko'rdik. Hech qanday sizni urgan holatlar yo'q. Shuning uchun siz avvalo ichki ishlar xodimlarini haqorat qilib, ustilaridan tuhmatmi, bo'xtonlaringizni gapirishdan oldin xulqingizni tuzating. Siz maktab direktorisiz. Farzandlarimizni miyasida ham, ongida ham yaxshi xulosada qolmadingiz. Direktorimiz shuna bo'ldi degan gaplar bilan bolalarimiz ham o'zi miyasiga o'rnashi bo'ldi. Biz bolalarimizga savol javob qilaylikmi siz to'g'ringizda? U bolalarimiz ko'pi sizni maktabingizda o'qiydi-da, gapni ochig'i. Shuning uchun gaplaringizni o'ylab gapiring. Ichki ishlar xodimlarini bo'lar bo'lmasga tuhmatlaringiz bilan o'zingizni hammani o'zingizga ishontirmang. Hamma voqeani ko'rib bilib turib